Ko'p qizlar qo'rqadigan braj tarolasi oddiygina bigudi bilan xuddi shunaqa chiqadigan salondagi ukladka qilishni o'rganamiz. Hech qaysi ukladkani termozashitasiz boshlamaymiz. Bigudili ishlash uchun soch tolasi qizigan bo'lishi kerak. Shunga birinchi bo'lib dazmol bilan sochimizni qizdirib olamiz. Sochimizning bir qismini olib 2-3 marta sochimizni dazmollaymiz. Uchiga kelganda ozgina dazmolni bursangiz bo'ladi. Sochimiz qizigan holatida srazu bigudiga sochimizni o'raymiz. Oxiriga kelganda dazmolni ozgina ichkariga buramiz. Sochimizning tepa tarafini oldiga dazmolga tortib qizdirib olamiz. Cho'lkasi bor qizlar cho'lkamizni dazmolni orqa tarafga qarab tortamiz. Va o'rtanchi bigudiga o'rab qo'yamiz. Yarim soat o'tgandan keyin bigudilarni yechsa bo'ladi. Bigudini yechayotganda bigudini aylantirib yechamiz. Cho'lkamizni ham aylantirib bigudini yechamiz. Ukladkamiz tayyor. Ozgina lak sepib olsangiz bo'ladi.